Bugun global dunyo yashil iqtisodiyot sari izchil va jadal odimlamoqda. Shunday global o'zgarishlar sharoitida grafit yashil iqtisodiyotning qora oltini sifatida e'tirof etilmoqda. Dunyoda grafit ishlab chiqarish statistikasiga nazar tashlasak, hozirgi kunda tabiiy grafitning yillik global hajmi taxminan 1,6 million tonnadan ortiq. Ushbu miqdorning asosiy qismi batareya sanoati tomonidan iste'mol qilinadi. Har bir elektromobil batareyasi uchun 100 kilogramm atrofida grafit zarur. Demak, elektromobillar ishlab chiqarishning global surati grafit bozorida tub o'zgarishlarga sabab bo'lishini anglatadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2036-yilga kelib, batareya anodlari bozor ulushining 62% egallashi va buning natijasida grafitga bo'lgan talab 310% ga oshishi prognoz qilinmoqda. Batareya sanoatidan tashqari grafitning foydalanish sohalari juda keng, xususan grafit yashil texnologiyalar, elektronika va nanotexnologiyalar, kosmos va aerokosmik sanoat, kimyo va farmatsevtika, metallurgiya va yuqori haroratli texnologiyalar uchun muhimdir. Bunday sharoitda grafit bo'yicha yangi konlarni aniqlash, ularni ilmiy va xalqaro mezonlar asosida baholash, shuningdek yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Prezidentimizning tog' sanoati va kritik minerallar sohasini rivojlantirishga qaratilgan izchil tashabbuslar natijasida mamlakatimizda grafitga boy bir qator istiqbolli maydonlar aniqlanib, loyihalarni amalga oshirish ishlari jadal suratda olib borilmoqda. O'zbekiston texnologik metallar kombinatining Graftek Mining and Production qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan grafit loyihasi ham bu tashabbuslarning eng yorqin amaliy ifodasiga aylandi va grafit bo'yicha mamlakatimiz tarixidagi ilk loyiha sifatida amalga oshirilmoqda. Daskazgan grafit koni Buxoro viloyati Peshko tumanida joylashgan. Hududi 882 gektarni tashkil etadi. Davlat rahbari tomonidan kon metal bozor modelini yaratish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifaga muvofiq loyihaning asosiy maqsadi daskazgan konini zamonaviy talablar asosida o'zlashtirish, grafit rudalarini chuqur qayta ishlash, xalqaro standartlarga javob beradigan yuqori sifatli grafit konsentratini ishlab chiqarishdan iboratdir. Muhtaram prezidentimiz tomonidan tog' sanoati, xususan kritik minerallar sohasini rivojlantirish, uni xalqaro standartlar asosida tashkil etish muhim ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ayni vaqtda texnologik metallar kombinati tomonidan va uning Graftek Mining and Production qo'shma korxonasi bilan hamkorlikda daskazgan grafit konida keng ko'lamli ilmiy va texnologik jihatdan ishlar jadal davom etmoqda. Loyihaning dastlabki bosqichida amalga oshirilgan burug'lash dasturi asosida konning grafit minerallashuvi to'liq o'rganilib, 3D geologik modeli yaratildi. Bu jarayonlar xalqaro geologiya sohasida eng nufuzli hisoblangan JORC standarti talablariga to'liq muvofiq holda amalga oshirilmoqda. Tahlillar natijasida 5 ta asosiy minerallashuv zonasi aniqlandi. Bu esa daskazgan grafit konining ulkan resurs salohiyati va yuksak sanoat ahamiyatini tasdiqlab beruvchi eng ishonchli ko'rsatkichlardan biridir. Biz loyiha doirasida geotexnik tadqiqotlar bilan birga burg'ulash jarayoni davomida qator geofizik ishlar ham amalga oshirdik. Jumladan dron orqali magnit so'rov o'tkazildi. IP rezistivlik tadqiqotlari bajarildi va barcha natijalar kompleks tarzda tahlil qilindi. Hozirda maydondagi barcha jarayonlar xalqaro GORC talablariga to'liq muvofiq holda olib borilmoqda. Konda grafit resurslarining ulkan salohiyati mavjud bo'lib, loyihaning imkoniyatlari juda yuqori. Dastlab xom ashyoni qazib olishdan boshlab grafitni yuqori soflik darajasiga yetkazish, qayta ishlash va qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Barcha ishlar xalqaro ESG standartlariga qat'iy rioya etilgan holda ekologik mas'uliyat va shaffoflik tamoyillari asosida tashkil etilmoqda. Ishlar hozirgi surat bilan davom etsa, loyiha mamlakatning yashil sanoat kelajagini belgilaydigan muhim ustunga aylanishi kutilmoqda. Graftek qo'shma korxonasi tomonidan burg'alash ishlari bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Unga ko'ra 163 ta quduqda jami 39095 metr burg'alash ishlari amalga oshirildi. 22987 ta laboratoriya namunalari tayyorlanib,
tahlil natijalari olindi. Konga kirish uchun 10 kilometrdan ortiq yo'l qurildi. Bundan tashqari kondan 1300 kilogramm texnologik namunalar olinib, Germaniyaning Azaplan kompaniyasiga yuborildi. Graftek Mining and Production qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar nafaqat mamlakatimiz sanoati, balki mahalliy aholi hayoti uchun ham yangi taraqqiyot nuqtasiga aylanmoqda. Konga yaqin joylashgan Jongeldi va Qal'ati mahallalarining qariyb 70% aholisi bu yerda doimiy ish bilan ta'minlangan. Bu shunchaki bandlik emas, bu hududda barqaror daromad, yangi malaka va yangi avlod mutaxassislarining shakllanishi demakdir. Jongeldi mahallamizda 760 dan ortiq aholi yashaydi. Mahallamiz tumanimiz markazidan chekka hududda joylashgan. Mahallamizda zavod, fabrika yo'q. Hozirgi tongda grafitkani ish olib boryapti. Mahallamizda yurgan ishsiz fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlar ish bilan ta'minlanib, ish olib boryapti. Grafitkon rahbarlari mahallamizdagi kam ta'minlangan oilalarga, yakka yolg'izlarga, qariyalarga homiylik sifatida turli xil mahsulotlar tarqatib berilmoqda. Juda xursandmiz. Sababi ishsiz yurgan yoshlarimiz, fuqarolarimiz ish bilan ta'minlandi. Shunday sharoitlar yaratib bergan Prezidentimizga rahmat aytaman. Kon hududida ishchilar uchun xavfsiz, zamonaviy va qulay mehnat muhiti yaratilgan. Bu yerda har bir ishchi o'zini nafaqat xodim, balki qadrlangan sanoat jamoasining bir qismi sifatida his etmoqda. Men Buxoro davlat universitetini dasturchilik yo'nalishini tamomlaganman. Graftek Mining and Production korxonasiga ham IT yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lib ishga qabul qilindim va bu yer mening birinchi ish joyim. Bu yerda biz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bugun men o'zimning bilimim, mehnatim va mas'uliyatim bilan korxona faoliyatiga hissa qo'yishni maqsad qilganman va konda ishlayotganimdan xursandman. Shu o'rinda bir fikrni alohida ta'kidlashni istardim. Yoshlar uchun ta'lim, ish o'rinlari va rivojlanish imkoniyatlarini yaratib berayotgan prezidentimizga chin dildan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Anchadan beri ishsiz edim. Shu yerga oshpaz yordamchisi bo'lishga qabul qilindim. Rahmat aytaman. Shunday ko'pdan beri qishloqimizda qancha ayollar ishlayapti, erkaklar ham ishlayapti. Sharoitlar yaxshi, hamma sharoitlar bor o'zimizga, shu yerga ishga hammadan xursandman, rahmat aytaman. Men mana shu mahalla fuqarosiman. Mana Graftek kompaniyasi ochilib, mana bizlar yurtlarimizda ham ancha o'zgarishlar ko'paydi. Qo'shnilarimiz ishli bo'lishdi. Nasib bo'lsa buni izidan yana qancha ishxonalar ochiladi, qancha odamlarga yordamim tegadi. Xursandmiz. Shunaqa ishxonalar ko'proq ochilsa, bog'chalar, maktablar obod bo'ladi. Xalqqa yengillik tortadi. Kondagi ish jarayonlari kecha-yu kunduz davom etmoqda. Bugun bu yerda olinayotgan har bir namuna, har bir izlanish va har bir grafit konsentrati O'zbekistonning grafit industriyasi tarixida yangi sahifa ochmoqda. Rejaga ko'ra 2025-yil dekabrga qadar burg'ulash ishlari to'liq yakunlanadi. 2026-yilda esa grafit boyitish fabrikasi qurilishi boshlanib, 2027-yilda sanoat quvvati bilan to'liq ishga tushadi. Loyiha to'liq ishga tushgach, yiliga 140 ming tonna yuqori sifatli grafit konsentrati ishlab chiqariladi. Bu o'z navbatida har yili 126 million dollargacha yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot yaratish imkonini beradi. Shuningdek, 2030-yilda soliqlar miqdori yiliga 320 milliard so'mga yetishi kutilmoqda. Loyiha doirasida 500 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilib, hudud iqtisodiyoti va mahalliy infratuzilma mutlaqo yangi bosqichga ko'tariladi. 2025-yil fevral oyida TMK va Graftek hamkorligida burg'ulash va geologik ishlarini boshlab yubordik. Ishchilarning sharoitini yaxshilash maqsadida ofis, oshxona, yotoqxonalar va shunga o'xshash infratuzilmalarni tayyorladik. Biz nafaqat kon ishchilarining sharoitini yaxshilash, balki mahalliy aholining sharoitini yaxshilashni ham o'z oldimizga ustuvor maqsad qilib olganmiz. Shu maqsadda hozirda 12 ga yaqin kam ta'minlangan va qutisini yo'qotgan nogironligi bor xonadonlarga yordam berib kelmoqdamiz. Keyingi bosqichda infratuzilmasini yanada rivojlantirish, xususan maktab va bog'chalarni ta'mirlash, yo'llarni asfaltlashni maqsad qilib olganmiz. Bundan tashqari Jongeldi, Qal'ati mahallalaridan tashqari Safron mahallasini ham ish bilan ta'minlashni reja qilganmiz. Daskazgan konida O'zbekiston texnologik metallar kombinatining Graftek qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan bu loyiha O'zbekistonning grafit sanoatidagi tarixining boshlanishi xolos. Mamlakatimizda grafit bo'yicha salmoqli salohiyatga ega yana 2 yirik istiqbolli maydon mavjud. Samarqand viloyatining Nurobod tumanida joylashgan Sazag'an maydoni, shuningdek Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Zag'chaxon istiqbolli maydonlari. Bu hududlar ham grafit resurslari
loyihalarini izlash, baholash va qidiruv ishlari amalga oshirilayotgan navbatdagi strategik nuqtalardir. Mazkur hududlardagi geologik ishlar bo'yicha amaliy ko'rsatkichlar quyidagicha: jami 1357 paganometr kolonkali burg'ulash, 150 paganometr yer osti lahmlarini o'tish, mavjud yer osti infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 364 paganometr lahmlarni tiklash va rekonstruksiya qilish, yer usti ishlab chiqarish jarayonlarini ta'minlash uchun 1402 kub metr tog' kon ishlari amalga oshirildi. Mazkur loyihalarni amalga oshirish natijasida O'zbekiston grafit bo'yicha butunlay yangi sanoat xaritasiga qo'shiladi. TMK tomonidan grafit loyihalarining to'liq sanoat quvvati bilan ishga tushirilishi natijasida 2030-yilga qadar mamlakatimizda grafit asosidagi yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni qamrab oluvchi to'liq qiymat zanjiri yaratiladi. Xususan, grafitli oluvbardosh materiallar, grafit moylari va smoskalar, grafitli himoya qoplamalari, sferik grafit kabi strategik mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bu esa O'zbekistonning grafit bo'yicha global qiymat zanjiridagi o'rnini mustahkamlab, mamlakatning yuqori texnologiyali grafit mahsulotlari ishlab chiqaruvchi strategik markaziga aylantiradi. Aynan shu transformatsiya jarayonida TMK mamlakatimizning grafit sohasidagi xalqaro mavqeini oshirish yo'lida muhim qadamlar tashlamoqda. Bugungi kunda TMK Yevropa grafit va uglerod materiallari uyushmasiga a'zo bo'lgan nufuzli kompaniyalar qatorida va o'z loyihalarini xalqaro standartlar, innovatsion yechimlar va Yevropa bozori talablari bilan chuqur uyg'unlashtirmoqda. Kompaniyangizni va ushbu nufuzli uyushmadagi a'zolaringizni chin qalbdan muborakbod etamiz. Biz boshlagan hamkorlik aloqalarini yuksak qadrlaymiz va kelgusida yanada mustahkamlanishiga ishonamiz. Agar birgalikda hamkorligimiz izchil davom etsa, bu Yevropa ittifoqi uchun strategik resurslar ta'minotida muhim o'rin egallashi mumkin deb hisoblaymiz. Ushbu platforma texnologik taraqqiyot, sanoat integratsiyasi va bilim almashinuvi borasida katta imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati tomonidan amalga oshirilayotgan grafit loyihalari bu faqat bir tarmoqning yutug'i emas. Bu prezidentimiz belgilab bergan yangi sanoat siyosatining amaldagi ifodasi. O'zbekistonning mineral resurslarini yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotga aylantirish, global bozorda raqobatbardosh bo'lish va yashil kelajakni barpo etish yo'lidagi dadil qadamdir.